Dunyoning hech bir mamlakatida uchramaydigan va xalqimizga xos bo'lgan noyob boshqaruv tizimi, mahalla, ezgulik va tarbiya beshigi, yaxshi qo'shnichilik, hamjihatlik maskani bo'libgina qolmasdan, bugun yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarni chuqurlashtiruvchi organga, xalqning eng yaqin ko'makchisiga ham aylandi. Bugun mamlakatimizdagi taraqqiyot va yangilanish sur'atlarini kuzatgan har bir yurtdoshimiz yagona bir haqiqatni teran anglab yetmoqda. Amalga oshirilayotgan har bir islohot eng avvalo odamlarning turmush farovonligini oshirish, ularning kundalik tashvishlarini yengillatishga qaratilgan. Zero, ortga qaytmas islohotlarimizda inson qadri uchun degan ezgu tamoyil bosh mezonga aylandi. Darvoqe, inson qadri, uning quvonchu tashvishi, orzu intilishlari eng avvalo mahallada namoyon bo'ladi. Davlatimiz rahbarining bevosita tashabbusi bilan tarixiy maskan bo'lgan mahallani zamonaviy va samarali boshqaruv tizimiga aylantirish, mahallalardagi mavjud muammolarni tizimli hal etish, aholining daromadlarini oshirish va bandligini ta'minlash, tadbirkorlikni rivojlantirish yo'lida xayrli tashabbuslar hayotga tatbiq etilmoqda. Aynan ko'z o'ngimizda bo'layotgan bunday o'zgarish va islohotlar Pastdarg'om tumani mahallalari hayotida ham o'z aksini topmoqdaki, bu odamlarimizni yashash sifatini oshirish, turmush darajasini yuksaltirishga mustahkam zamin yaratmoqda. Chortut mahallasi Pastdarg'om tumanidagi eng namunali mahallalardan biri. Bu yerda driver sohalaridan issiqxonachilik, klubnaychilik va chorvachilik har bir xonadonning daromad manbaiga aylangan. E'tiborlisi, har bir xonadon fayzli, ozoda va saranjom. Har bir ko'cha, har bir xonadonda tartib va mehnatsevarlikni ko'rish mumkin. Mahallani obod va fayzli qilish, saranjom va sarishta maskanga aylantirish bugun har bir chortutlikning qalb amriga aylangan. Chortutning qaysi bir xonadoniga kirmang, tozalikdan ko'nglingiz ravshan tortadi. Tartib bilan ekilgan daraxtlar, anvoyi gullar va atrofga ifor taratib turgan rayhonlar fayzli ko'chalarga uzukka ko'z qo'ygandek hududga ko'rk bag'ishlab turibdi. Zero, bugun mahallaning yosh va qarisi barakani saranjomlikda ekanini yaxshi bilishadi. Asosiy drayveri issiqxonachilik, klubnaychilik hamda chorvachilik bo'lgan Chortut mahallasida kambag'allikni qisqartirish, aholi, xususan yoshlar va xotin-qizlar bandligini ta'minlash, ularni tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash borasida hokim yordamchisi, mahalla bankiri ham o'z ish uslubini o'zgartirgan holda aholining tadbirkorlikka qiziqishi va ehtiyojlarini o'rganib, biznes g'oyalarini amalga oshirishga ko'maklashmoqda. Bu esa mahallada tadbirkorlik muhitini yanada rivojlanishiga yordam beryapti. Deylik, Muhammad Mamatov mening mahallam loyihasi doirasida avvaliga 40 million so'm, so'ngra yana 30 million so'm imtiyozli kredit olib, tomorqasida 4 sotixli issiqxona qurdi. Hozirda issiqxonadan yiliga 2, hatto 3 marotabagacha hosil olib, doimiy daromadga ega bo'lmoqda. Oilaviy tadbirkor bugun mahallaning o'zida aholining biznes tashabbuslari qo'llab-quvvatlanayotganidan mamnun. Avvallari qiyinchilik ko'p bo'ladi. Masalan, kredit olib turib, uni bankka bor, sarsongarchilik ko'p edi. Hozir endi bugungi kunga kelib turib, mahallamizni o'zi faollari, mahalla raisi, uni yonidagi yordamchilari shu chaqirib turib, shu biznes asosida mana kredit olib, bundan chiqqan daromadni olib turib, kreditlar hammasi yopib bo'ldik biz. Undan daromadini olib turib, yana mana ta'kidlab o'tdim. Mana bitta ona bola sigara olib keldik. 5-6 ta tavuq qildim. Yana rivojlantirmoqchi. Bozorga chiqarib sotyapmiz. Cho'ntakda pul bor. Prezidentimizga katta rahmat. Mana shu xalqimizga, elimizga e'tiborni kuchaytiryapti. Kambag'allikni kamaytirish bo'yicha harakat bo'lyapti. Intilganga tole yor. Harakat qilsa imkoniyat beryapti. Mana mahallamizda bankirlar kelib turib, shu 7lik tashkil qilingan, kelib turib qanday bo'lyapti daromad, o'syaptimi, kamchilik yo'qmi deb surishtirib ham turibdi. Chortut mahallasining yana bir driver sohasi bu tomorqachilik. Aholi bugungi kunda tomorqa xo'jaliklari imkoniyatlaridan samarali foydalanish maqsadida noan'anaviy ekin turlarini ko'paytirish hamda yuqori daromad olishga alohida e'tibor qaratmoqda. Temur Qobilov o'z tomorqasida malinachilikni rivojlantirib, ushbu serdaromad o'simlikning yangi turi bo'lgan bilek navini parvarishlab kelmoqda. Hozirda 150 tub malinadan yiliga 50 million so'mgacha daromad olmoqda. Ushbu tajribalarni boshqa xonadonlarda ham ommalashtirish bo'yicha aniq vazifalar belgilab olingan. Malina yiliga bir tupi 25 kilo hosil beradi. Har bir kilosini hozirgi kunda fuqaromiz 60 ming, 70 mingdan sotib, yiliga 30 million, 35 million daromad ko'ryapti. Kelajakda shu mahallamizda 1132 ta xonadon bor.
kelajakda shu xonadonlarni bir 30%ga tashkil qilamiz. Agar bu hozirgi kunda buni tupi bitta xonadonda 100 dona bo'lsa agar bir 8 sotiq joyga eksa, daromadi 1 yillik daromadi 60-70 million. Agar yaxshi qarasa 80 million, 100 milliongacha 1 yillik daromad olsa bo'ladi. 87 yoshli Javod ota Ismoilov ham tomorqaning bir qarich yerini bo'sh qo'ymasdan undan unumli foydalanadi va daromad oladi. Hozirda 1,5 sotiq joyda malina yetishtirmoqda. Malinadan oilaga keladigan daromad ham chakki emas. Shu 1,5 sotiq yerdan 25-30 milliongacha daromad olamiz bemalol. Hamma narsa mehnatga bog'liq. Kambag'al oilalarga 15 sotiqdan yer beryapti. Ana o'shalarga shuni malinadan ekib 15 sotiqdan bemalol 100 million, 150 milliongacha oylik daromad olishlari mumkin. Hozirgi kunda mahallamizda 1307 ta xonadon, 1532 ta oila joylashgan bo'lib, mahallamiz asosiy katta yo'l yoqasida joylashgan. Hamma sharoitlarimiz bor. Hozirgi kunda bizda driverimiz chorvachilik, qulupnaychilik, malinaga ixtisoslashgan bo'lib, prezidentimizning oxirgi seriklarida qo'yilgan oldimizga vazifa, mahallani oldiga qo'yilgan vazifani o'zimizga his qilgan holda mahalla yettiligi bilan har bitta xonadonga kirib, o'rganib, mahallani o'rganib, oilaviy sharoitini o'qishga joylashtirish kerak bo'lsa, o'qishga joylashtirishga, ishga joylashtirish bo'yicha ishga joylashtirish masalalari ko'rilyapti. O'zimiz hozir mahalla yettilik bilan kelishilgan holda mahallani 3 ga bo'lib olganman. Eng og'ir toifani o'zimga olib, hozirgi kunda xonadonlarda asosiy og'ir toifalar bilan o'zim o'rganib, mahallamiz hozir kecha kunduzda kambag'alchiligi 1,3% ga teng. Yilda oxirigacha shu mahallani kambag'alchiligidan xoli hududga aylantiraman. Fazliddin Mamatovlar oilasi ham tomorqani koni foyda deb biladiganlardan. 4 sotiq yerda issiqxona tashkil etilib, undan 2 hatto 3 marotabagacha hosil yetishtirib, yiliga 60-70 million so'mgacha daromad olib kelmoqda. Issiqxonada asosan qulupnay va bodring yetishtirilmoqda. Bir hosilidan 10 milliongacha olamiz, keyin kulumlikdan yana nasib bo'lsa 50-60 million daromad topa olamiz ikkita parnikdan. Mahalla faollariga rahmat kelib, holimizdan xabar olib, so'rab, surishtirib, nima kamchiliklar bor deb yordam qilib o'zlarini mehnatlarini ayamayaptilar. Qo'llab-quvvatlab turibdilar. Prezidentimizga ming bor rahmat, shunaqa shart-sharoitlar yaratib bizni qo'llab-quvvatlaganlari uchun. Yil boshidan beri aholimizning qariyb 60 tasiga 750 millionga yaqin kredit ajratganmiz. Buning natijasida 10 ga yaqin yirik mikro-loyihalar tashkil qilganmiz. Uning natijasida 20 dan ziyod yangi ish o'rnini yaratganmiz. Muhtaram prezidentimizni bo'lib o'tgan video selektoridan xulosa chiqarib, hokim yordamchisi, mahalla raisi, mahalla yettiligi bilan birgalikda mahallamizni aholisini hatto o'tkazib, kimda kreditga ehtiyoj bor yoki driverga bo'lgan talabini o'rganib, har bittasiga loyihalarni ishlab chiqishda, biznes rejalariga amaliy yordam berishda ishlab kelmoqdamiz. Yil yakuniga qadar yana 10 ga yaqin mikro loyiha tashkillashtiramiz. Yirik mikro loyihalar qariyb 1 milliardga yaqin kredit berish maqsadi qo'yganmiz. Buning natijasida aholimizni yana qo'shimcha 30-40% ni bandligini ta'minlashga erishamiz. Muhtaram prezidentimiz bizga hamma imkoniyatni qilib bergan, moddiy resurslar, pul mablag'lari, moliyalashtirish manbalarini aniq ko'rsatib bergan. Biz shulardan xulosa chiqarib, faqat ishlashimiz kerak, aholiga yordam berishimiz kerak, tadbirkorlikni oshirib, aholi bandligini oshirishimiz kerak. Umuman olganda Chortut mahallasida yetlik hamda mahalla faollarining o'zaro hamjihatligi sabab ham bugun mahallada fayzli hayot hukmron. Odamlar barakani tozalikda, ozodalikda, mehnatda deb bilishadi va o'zlari ham shunga amal qilishadi. Mehnatga layoqatli xotin-qizlarimizni aksariyati 80%lari o'zlari band qilib, tomorqadan, issiqxonadan, tadbirkorlik, turli xil pishiriqlar, kasanachilik shunalar bilan shug'ullanib kelolmoqda. Xotin-qizlarimiz mana bugungi kunda xonadonlarida kredit olib, mana shu prezidentimiz mana shu hozir keng imkoniyatlar yaratib bergan shulardan unumli foydalanib, kreditlardan foydalanib, tadbirkorlik qilib, tikishlik qilyaptilar, ko'rpa to'shak tikyaptilar, turli xil bezaklar berib,
xotin qizlarimizni band qilyapti. Xonadonlarida pishirib, turli xil shirinliklar pishirilib, o'zlarini ishlab chiqarilgan mahsulotlarini do'konlarga tarqatib, o'zlarini ehtiyojlari bilan ishlatib kelmoqdalar. Bularning orqasidan farzandlarini o'qityapti, oilani terbatyaptilar. Bizning mahallamizda hozir ayollar daftarida 103 nafar xotin qizlarni ayollar daftariga kiritilgan. Bulardan 22 nafari ishsiz xotin qizlarni mavjud tashkil qilib, xotin qizlarimizni hozir 15 nafari o'zlarini band qilib, tadbirkorlikka yo'naltirilgan. Bular chorvachilikda, sigir sog'ish, tomorqada band bo'lish, tikish bilan band bo'lish, pishiriqlar pishirish bilan band qilinib kelmoqda. Hozirgi kunda prezidentimiz tomonidan juda ham katta imkoniyatlar yaratilib, mahalla yettiligi tashkil qilingan. Shundan bizning mahallamizda mahalla yettiligimiz bilan xonadonma-xonadon yurib, aholi muammolarini o'rganib, har bir xonadonga kirib, ularning qanaqa muammolari bor, shularni o'rganib, joyida kimga kredit kerakmi, nimaga muhtojliklari bo'lsa, shularni o'rganib, mahalla yettiligi tomonidan, nuroniylar tomonidan bartaraf qilinib kelmoqda. Prezident tomonidan bo'lib o'tgan selektorda ta'kidlab o'tganlaridek, yana mahalla tizimiga juda katta e'tibor berib, juda katta imkoniyatlar berilmoqda. Pastdarg'om tumanida jami 9 ta og'ir toifadagi mahalla bo'lib, Sinchi mahallasi ana shunday mahallalardan biri hisoblanadi. 2600 nafardan ortiq aholi istiqomat qiladigan ushbu mahallani namunali mahallalardan biriga aylantirish borasida bugun kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Aholining tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, doimiy daromad manbalarini yaratish borasida imtiyozli kreditlar ajratilyapti. Mahallamizda 2612 ta aholi bo'lib, shundan 496 ta oila, 537 ta xonadon mavjud. Mahallamizda ixtisoslashuvi chorvachilik va dehqonchilikka mo'ljallangan. Chorvachilik yo'nalishi bo'yicha 30 million so'mgacha ajratildi. 12 ta xonadonga, bir boshdan qoramol olib berib, chorvachilikni rivojlantirish bo'yicha dastur ishlab chiqib, amalga oshirib kelmoqdamiz. 2 ta kambag'al oilalarga sud ajratib, o'zini o'zi band qildik. Qolgan 7 tasiga chorvachilik yo'nalishi, xizmat ko'rsatish sohasida kreditlar ajratib, u bandligini ta'minlab, hozirgi kunda daromad olishmoqda fuqarolar. Prezidentimiz mahalla yettiligiga belgilab qo'ygan vazifalarni ijrosini ta'minlash uchun xonadon-bay yurib, aholi muammolarini o'rganib, qiziqishidan kelib chiqib, aholini band qilish bo'yicha mahalla bankeri bilan hozirgi kunda ish olib boryapti. Mahallamizda 34,7 gektar tomorqa mavjud bo'lib, shundan 80% kartoshkachilik bilan shug'ullanadi. Qolganlari chorvaga mo'ljallangani uchun makka jo'xori shuna nimalar bilan oziq-obob ekinlar ekib daromad ko'rib kelishmoqda. To'g'ri, og'ir toifadagi ushbu mahallada ham kambag'allikni qisqartirish, aholini daromadli qilish, driver loyihalarini rivojlantirish maqsadida yettilik hamda mahalla bankerlari hamkorlikda aholining biznes tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratishgan. To'lg'anoy Obro'yeva ham mahalla yettiligining tavsiyasi bilan imtiyozli kredit olib, xonadonida oilaviy bolalar bog'chasi hamda issiqxona tashkil qildi. Bugun oilaning daromadi oshib bormoqda. Mahallamiz chekka hududda joylashganiga qaramay, mana mahalla yettiligi bizga yordam berdi. Kredit oldik. Shuni evaziga parniklar qilib, gul bilan shug'ullandik. Daromadimiz bir yilda endi 20-30 million bo'lyapti issiqxonadan. Mana shunday sharoitlar yaratib berib, xalqimizga, yurtimizga yordam berib, kambag'alchilikdan chiqarish yo'lini o'rgatib, tavsiyalar bergani uchun prezidentimizga rahmat. Pastdarg'om tumanidagi 4 ta mahallaga mahalla bankiri bo'lib biriktirilganman. Ushbu 4 ta mahallamdan 3 ta mahallam og'ir toifadagi mahallalar hisoblanadi. Ushbu mahallalarimizni asosiy drayveri chorvachilik va dehqonchilikka moslashtirilganligi sababli asosan dehqonchilik va chorvachilikka kredit chiqaryapmiz. Chorvachilik yo'nalishiga har bir mahallaga 6 oy yakuni bo'yicha jami 1 milliarddan ziyodroq kredit ajratganmiz har bir mahallaga. So'ram prezidentimiz o'tkazgan selektorida mahalla bankirlariga alohida topshiriqlar berdi. Mahalladagi aholini kambag'allik darajasini qisqartirish bo'yicha mahallada yettilik bilan birgalikda bor imkoniyatlardan foydalangan holda aholimizni daromadini oshirib, kambag'allikdan chiqarib,
kambag'allikdan xoli hududga aylantiramiz. Davlatimiz rahbari tomonidan o'tkazilgan selektor yig'ilishida berilgan topshiriqlardan kelib chiqib, markazdan uzoqda joylashgan, yillar davomida e'tibordan chetda qolib kelgan og'ir toifadagi Sinchi mahallasini ham Chortut mahallasi tajribasi asosida har bir yo'nalish bo'yicha namunali mahallaga aylantirishga kirishildi. Xo'sh, bu ishlar qanday va nimalar evaziga amalga oshiriladi? Pastdarg'om tumanida 9 ta og'ir toifa mahalla bo'ladigan bo'lsa, mana shu biz turgan Sinchi mahallasi ham shu mahallalarning bittasi bo'lib, mahallani og'ir toifadan endi biz shu aholi uchun qulay sharoitlarga ega bo'lgan zamonaviy mahallaga aylantirish, mahalla aholisi uchun qulayliklar tug'diradigan imkoniyatlarni infratuzilma qilib berish uchun hozir boshlaganmiz. Mana shu mahallamizda 2,5 kilometr yo'l asfalt qilinadi, transformator o'rnatiladi, 2,5 kilometr elektr tarmoqlari o'rnatiladi, beton ustunlar almashtirilib beriladi. Bitta suv minorasi quriladi va 3 kilometrga yaqin ichimlik suvi tarmog'i tortib beriladi. Mana men o'zim ham shu Sinchi mahallasiga biriktirilganman. Mahalla obodligi va mehr-saxovat oyligi e'lon qilindi. Mana shu oy davomida to'liq barcha ishlar amalga oshirilib, bir namunali mahallaga keltiramiz. Kambag'allikni qisqartirish, ish o'rinlarini yaratish, umuman mahallada biznesni rivojlantirish, tadbirkorlik uchun qulayliklar yaratish bo'yicha dolzarb 40 kunlik ham e'lon qilingan. Bu mahallada ham mavjud 537 ta xonadonning barchasi obodonlashtirishga ketadigan bo'lsa, 21 ta tadbirkorlik subyektlari bor. 2 ta bo'sh turgan binolar aniqlandi. Bu bo'yicha ham tadbirkorlikni yo'lga qo'yib, mana hokim yordamchisi tomonidan, mahalla bankiri tomonidan 11 ta yangi mikro loyihalar amalga oshiriladi va 30 dan ziyod ish o'rinlari tashkil etiladi. Mahallada 10 ta kambag'allik oilalari mavjud. Bu kambag'allik darajasi 1.6% tashkil etadi. Ishsizlar 37 nafardan iborat. Umuman olganda bu mahallani biz hozir o'rganib chiqdik. Asosan aholi chorvachilik bilan shug'ullanadi va dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Chortut mahallamizdagi rivojlangan mahallamizdagi driver loyiha sifatida klubnaychilik, chorvachilik, issiqxonachilik tajribalarini mana shu mahallaga ham qo'llab, mana shu mahallani ixtisoslashuvini oshirib, har bir xonadon bilan manzilli ishlab, chorvachilik, klubnaychilik, issiqxona usulida va limonchilik 3 ta yo'nalish bo'yicha ko'chalar belgilab olingan. Mana shu ko'chalarda bizlar ixtisoslashuvni ta'minlaymiz va aholini sharoitini yanada yaxshilashga harakat qilamiz. Chunki davlat rahbari har bir hokimning oldiga topshiriq qo'ydiki, mahalla yettiligi bilan shu bugundan boshlab uxlamasdan ishni tashkil qilib, xalqni rozi qilish yo'lida yangi O'zbekiston shukuhini mana shu xalqqa bildirish bo'yicha shuncha milliardlab ajratayotgan mablag'larni natijasi o'laroq endi xalqimiz ham bunga javob sifatida o'zini yashab turgan xonadonini, o'zini egalik qilib turgan mol mulkini, noturar binolari bo'ladimi, tadbirkorlik atrofini obod qilib, ozoda qilib, tomorqadan samarali foydalanish bo'yicha topshiriq berdi. Pastdarg'om tuman hokimi sifatida mana shu topshiriqlarning ijrosini Pastdarg'om tumanida 100 ta mahalla, shu jumladan mana bu bugun turgan Sinchi mahallasida namunali qilib, so'zsiz bajarishini ta'minlashga kafolat beraman. Prezidentimizni xonadon birinchi tozalikdan boshlanadi. Mana shunday bir ozodalikdan boshlanadi degan shiorlari asosida xonadon kirib, har bir mana shunday fuqaro bilan suhbatlashib, yaxshi ularni mana shunday bir sharoitlarini ko'rib, ularga yaxshi nasihatlar, o'zimizni to'g'ri maslahatlarimizni berib chiqdik. Chiroyli qilib qo'yibdi. Mana eshigini oldini gulzorga aylantirib, qolaversa, mana har bir xonadon o'zining mana shunday bir tomorqasidan yaxshi mahsulotlar olayotganini biz mana shunday bir guvohi bo'ldik. Daromad topyapti, shuni orqasidan mana kun ko'ryapti, mana oyliga qarab turmasdan, nafaqasiga qarab turmasdan har bir xonadon chiroyli yashashga mana shunday bir o'zining maqsadini qo'ydi. Hamma tomondan shart-sharoit bor. Chindan ham bugun yaratilayotgan imkoniyatlar, ajratilayotgan moliyaviy manbalar davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek mahallani odamlar uchun chinakam ishonch, tayanch va imkoniyatlar markaziga aylanishiga asos bo'lmoqda. Asosiy masala esa mana shu imkoniyatlardan unumli foydalanib berilgan har bir topshiriqni sifatli va o'z vaqtida real hayotga ko'chirish. Albatta bu borada mahalla yettiligi hamda faollarining fidoyiligi zarur bo'ladi.